erkakni nima sindiradi? O'zi hech qachon sinmasligi mumkin, qat'iyatli bo'lishi mumkin. Mana inson zoti umidini uzmasa hech qachon sinmaydi. Allohdan umidini uzmasa hech qachon sinmaydi, ammo tashqaridan sindirish mumkin. Pichoq qilib, pichoqlab o'ldirsa ham u odamni sindira olmaslik mumkin shaxs sifatida. O'q uzib o'ldirsa o'ldirarsiz, lekin u odamni sindira olmasligingiz mumkin. Tashqaridan faqat nomussizlik, nomusi bo'lsa, o'sha yonidagilarning nomussizligi, uni nomusini tashuvchilar, qizidir, ayolidir, onasidir, opasidir. Ana o'shalarni nomussizligi erkakni sindirib qo'yadi. Ya'ni o'lgandan battar qiladi. Shuning uchun ayollar o'zi oid bo'lgan erkakka, akaga, otaga, otaning nomusini tashuvchi, erkaklik g'ururini tashuvchi ekanligini unutmaslik kerak ayollar. Ya'ni ayol qilayotgan har bitta ishida